bor sizlarga salom do'stlar. Bugun men sizlar bilan she'r yozib kanalga xush kelibsiz. Bugungi videomizda sizlar bilan yana o'sha bir blog ustida 4-qismni olamiz. Kechagi video lekin ajoyib bo'ldi, chunki men ajoyib narsalar topdim. Aymayli ketdik va sabzilarni ko'paytirdim. Endi sabzilar o'sishdi, judayam ko'paytiryapti. Bu degani yaxshi, bizlarga oziq-ovqat judayam zarur edi. Like ve abone olmayı çıkarmayı unutmayın. Endi size 23 ta foyda, 23 tadan demek 23 bloklik joy kerak. Televizyonga o'tgan nazarga olish uchun ko'proq joyda qolamiz. Bular joy va shuncha joyga sarflaymiz. Hali bu bog'da juda ham katta qilishni niyatdaman. Suyaklarni ko'proq olish imkoniyati borligi uchun yana suyagim juda ko'p. Juda ko'p suyak berdi menga. Agar o'tgan videoda ko'rmagan bo'lsa, o'tgan videoda ko'rishni tavsiya qilaman, chunki o'tgan video juda ham qiziq bo'lgan. Biz Ender Dragon'ga Nezerga borib, bunaqa suyak olib kelib va shuncha poliz mahsulotlarga ega bo'ldik. Endi esa ularni chopamiz. Hop, panasini terib olamiz. Oy, mana 63 ta 5 ta 1 stakka yaqin bo'ldi. Bu degani bu joyni kattalashtiramiz va kattalashadi. Oxirgisi yetmay qoldi, mayliga farqi yo'q. Yomg'ir ko'proq yog'ib tursa, bizlar ko'proq narsalarga erishib olamiz. Va endi poliz mahsulotlarni qo'yamiz. Suvga kartoshka chiqmadi, kartoshka ham yaxshi edi. Sabzidan ko'ra yo'q. Qorinni ko'proq to'ydiradi. Endi suyaklarni hammasini ishlatib olish kerak. Hozir bu suyaklar hammasini bitirib o'stirib chiqamiz. Ko'proq yog' tiqmoqchi emasman, chunki hali bu suyak qanchagacha yetadi. Qanchagacha yetmashligi aniq do'stlar. Mana bizning poliz ekanimiz. Bitta reshetka bo'lsa cho'tga chiqadi ya. Nimaga men blog meni qayerdan kelib qolib?
yana bitta nezirga borib kerakda. Nezirda ish bor. 26 ta sabzi kuchaytiruvchi nezirni esa. Voy, orqaga chiqib to'g'ri keladi. Narsalar qo'yib ko'rish kerak. Yağmur tegib ham kuchayishi mumkin. Ko'proq bo'lishi mumkin do'stlar. Hozircha bu yerdan hech cho'chqa yo'qmaydi. Kechirasiz, adashman. Uzr. Ey, keyin. Bir-birini otib o'tiraylik. Oltinim bor edi. Ana foyda beribdi. Ana oltin qilishim bor naxir. Oltin qilishni ko'tarursam bo'ldi. Jonim juda ham kam qoldi. Mana oltinim bor. O'ldirdi oxiri o'ldirdi. Tikanishni o'ldirdi. Ketdi. Video qiziq bo'lsa kanalga obuna ol, like qo'yish desang chiqarmaymiz. Bu asabiyga yapti juda. Birga bir aql etmaydi ya, kuchayishi olgan. Birinta narsa anu katta. Oltin bor, meni oltin qilichim bor, oltinim bor. Bu yerda hech qanday anada ko'rayotganim yo'q. Bundan tashqari yaramas. Biranta bo'lsa ham jon ana yo'qmi kerak. Nezirayt anonsi ham yo'qda. Bo'lganda cho'tki shulardan neziraytdan narsalar bo'lardi. Skeletler var ekan. Ama sekinlantiruvchi ham bir skeletlar makonima deymanda. O'ylamincha sekin yurasan. Bu yerda ko'k olov yonadi do'stlar, bunun ustiga olov yoqib qo'ymoqchi. Ko'k yonadi.
Nima bilsa kerak, uni ko'p yonishi kerak. Tezroq yurib. Bir iskeletlar bor ekan, tinchgina. Tegmaydi. Endi qazishda davom etaman. Bular nima uchun kerak deb so'rasalaring, bu bizlarga cho'chqalarda yordam bo'lishiga yordam beradi. Va o'zimizni tashlaymiz. Hali narsalar o'zimda qoladi. Ha, tirilmabdi, mana kettirmabdi. Kettirmabdi, yaxshi. Yaxshi, yomon degani-ku. Qanday zavqsada. Yomon degani esiz. To'xta, men buni qo'ymoqchi edim. To'pdan oldim buni. Bularni hozir buzamiz, bular keyinchalik kerak bo'lib qolar ekan. Oho, ana yoqda gala bo'lib paydo bo'lgan. Mana yoqqa kelsa bo'lmay ekanmi shu? Kenar mana yoqda nether bloklar bor. Tushib ketdi. Keyin mana yoqda o'tirasizlar va men ketdim. Bitta oltin yo'q, hech qayerda oltin yo'q. Qidirmagan jon bilan do'stlar, mana o'zimni hozircha yaratgan bazani keyingi qismlarda yana qismlardan ketadi va bularga sizlar sababchi bo'lasizlar do'stlar. Qanchalik ko'p like bo'lsa, shunchalik ko'p meni video olishga imkoniyatim kattaroq bo'lib ketadi. Va do'stlar, kanalga obuna ol, like bosasiz.